Ana shunday narsalarni. Ha, demak shuncha qarzing bor. Ha, 5 ta 64 talik blok qarzim bor. Bu juda ham yomon. Uyingni bo'lmasa olib ketishadi. Ha, uyimni olsam menga qaytarib berishmaydi. Qanchasini to'lading? Atiga 3 stak 64 talik izimrod to'ladim. Yana 2 stak qoldi. Hozir o'zimda 10 tagina bor edi. O'sha 10 tani berib qaytaman. Menda oltin bor. Menimcha hamma oltinlarimni izimrodga aylantirsam ham menimcha yetmaydi. Ha, mayli. Bo'lmasa menga qarab turishim kerak-ku. Ha, uyimga qarab tursang xursand bo'lardim. Men shaharga borib qaytardim. Okey, qarab turaman. No, mayli. Xo'p. Aka, mayli, rahmat senga. Arzimaydi. Xo'sh, qanchaga ketarkan? Bitta stak 64 talik yetmay turibdi faqat. Mayli. Mayli bo'lmasa. Mayli, qara, mana bu oltinlar ko'ryapsan. Mana shularni endi izimrodga aylantirish kerak edi. Bitta stak qolib turibdi faqat. Bitta stak to'lasam, shu bilan qarzimdan qutulaman. Buncha qarz qilish lekin yaxshi emas. Bilaman, mana bu oltin senga. Oy, nima uchun kerak bu? Yordam beryapsan-ku. Yo'q, buni ol. Bu men kerak emas vashti. Yo'q, bemalol olishing mumkin. Mayli, men ketdim. Bo'pti, mayli, sog' bo'l. Xo'p, mayli, bechora Jitel. Uni juda ham ko'p qarzi bor ekan barchalarga. Assalomu alaykum sizlar bilan Naruto. Eshitdilar, Jitelni uyidan qarzi bor, uchun uyini sotgan odamda juda ham ko'p qarz bor. Faqat barchasini to'labdi, faqat bitta stak 64 talik izimrod qolibdi xolos. O'shaniga yordam berishni xohlayapman men. Jitelga o'shachanam hozir menda unday pul bor, faqat unga bir g'ayrioddiy usulda o'qimoqchiman. Ya'ni bir sovg'a qilib shunday yordam bermoqchiman. Yordam berish yaxshi. Shuning ham hozir men temir sotib olishim kerak. Bitta temir sotib olsam yaxshi bo'lardi. Xo'p, mayli. Ishini yopamiz. Endi do'konga borib temir sotib olib kelsam yaxshi bo'lardi. Chunki menga temirlar juda ham kerak, temir bloklar. Atak menga oldin birinchi navbatda o'zimni notebook'im kerak. Undan oldin notebook'im olib kelay, chunki notebook'im buzib qolgandi. Yangi notebook olaman. Endi olamiz. Mana turibdi, notebook olamiz. Hozir pulni tashib olay. Bitta 5 ta izimrod blok tashlaymiz va bu yerdan ketamiz. Mana bu notebookni olib xo'sh olamiz. Va notebooksiz buyurtma berish qiyin va buyurtma ham shu yerga yetib keladi. Qancha? 64 ta temir blok va bitta katta seyfni eshigiga yetib kelish kerak. Hamda mana shu yerga qo'yaman. Bo'ldi. Endi buyurtma beramiz. Menimcha yetib kelsa kerak. Ungacha yetib kelguncha men bir borib daladagi ikkilarni olib kelsam yaxshi bo'lardi. Chunki ular o'sib qolibdi, ancha o'sibdi. O'sha o'sgani uchun olib kelaman. Atak olsam yaxshi bo'lardi, lekin menda matega yo'q aytgancha o'sib qolibdi. Yo, uncha o'smabdi-yu, lekin mayli, atak olsak olaveraylik. Atak kichkisi yo'q, bir tozalab qo'ysak ham yaxshi bo'ladi. O'smagan bo'lsa ham bitta zabzi foyda bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Atak mayli, qo'yib chiqamiz. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu yerga va bu yerga ham ajoyib qo'yamiz. Ajoyib, juda ham yaxshi. To'xtanglar. Adashib ketyapman. Hop, bitta qo'yamiz va bitta foyda, bitta zato foydaga. Mayli, davaychi endi aytgan narsam kelgandir, buyurtman balkim kelgandir. Hozir borib ko'ramiz, keldimi, kelmadimi, bir ko'raylikchi, balkim kelgandir ham, chunki buyurtma berganimga ham ancha vaqt bo'ldi. Bu paytgacha kelish kerak edi. Atak buyurtmam, xo'p, bir ko'ramiz. Eshikni ochamiz, bilasizlar, bu do'kon va balkim kelgandir, balkim esa yo'q. Mayli. Ochamiz va mana kelibdi 64 ta temir blok va bitta seyfni eshigiga. Buni nima qilaman deb o'ylaysiz? Albatta previewda ko'rgan bo'lsanglar kerak, buni o'shanda qilaman, boshqa nima ham qilardim. Xo'p, buni qaranglar, dahshat katta seyf eshigini qaranglar. Men buni temirligidan oldim. Atak lekin juda ham zo'r ko'ryapsizlar, vaqti dahshat. Buni ichiga narsa solib qo'yaman, Jitelga yordam berishim uchun namuncha bag bo'laveradi. Xo'p, mayli, olamiz. Xo'p, bundan ham olsak bo'ldi. Yetadi menimcha. Xo'p, endi ishini yopamiz va qurishni boshlaymiz. Xo'sh, bo'lmasa birinchi eshikni qo'yib olamiz va qolgan bloklarni yoniga terib chiqamiz va o'rtasiga sandon ichida, ya'ni izimrodlar qo'yamiz va Jitel mana buni ochib ko'rgandan keyin hayron qoladi va xursand bo'ladi. Albatta yordam
yurish juda ham yaxshi. Like va buni qo'yinglar shuncha harakatimiz uchun. Xo'p, yaxshi qurishda davom etamiz. Atak lekin qurish dahshat ketyapti. Bu yetmayapti qo'lim. Hammalar nima ham qilamiz, necha yetgancha qo'yaveramiz. Ikkitadan qo'yib chiqsak ham menimcha bo'ladi. Bo'ldi. Mana bunday qilsak, точно to'g'ri kelyapti. Yo, bu yo'llarni yopish kerak. Agar yetil kelib, bu oynadan qarashi mumkin-da, o'sha ko'rib qolmasligi uchun shunday qilyapman. Mana bu yerga qo'yamiz va bu yerlarga qo'yib chiqamiz. Deyarli ozgina qoldi va ustiga menimcha yetmaydi. Bitta blok ortib qoldi va ustiga yetmaydi. Hammalar ustiga yetmasa, men bu izimurotlardan qo'yamiz. Zato tepasini o'zi buzib oladi. Hammasini o'zi buzib oladi. Короче, men ichidagilarni tashqi hammasini beraman yetilga. Mana shu seyfni ham olishim mumkin. Hamma narsani. Короче, bo'ldi. Ichkarisini bir tozalab olsak, bu hamma joy o't bilan o'sib yotibdi. Bu bo'lmaydigan narsa bu. Xo'p, men birinchi navbatda bu va bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Xo'p, buzib olamiz birinchi navbatda. Mana o'tlarni olib tashlaymiz, kerak emas. Keyin o'rtaga bitta sandiq kerak. Menda ortiqcha sandiq yo'q, shuning uchun ham jitalni sandiqni olib turaman. Atak hech narsa qilmaysiz. O'zini sandig'ini yana qaytarib olaveradi. Farqi yo'q-ku. Zato pulli bo'ladi jital. Zato yordam bergan bo'lamiz. Xo'p, bo'lmasa ishini yopamiz va bittadan qo'yib chiqamiz. Mana bu yerga bitta qo'yamiz va bularni solib qo'yamiz. Buni ham solaveramiz. Atak farqi yo'q. Sandiqni ko'rmasin jital. Uchasini qo'yib qo'yamiz. Sandiqni ko'rmasin. Yo'q, xato qildim. Xato qildim. Chunki mana bu 48 tasini solmabman. Xato qildim, afsus. Hozir to'g'rilaymiz. Ochib bo'lmaydi. Hop, to'g'rilaymiz va bo'ldi, ochib endi joylashtirib, mana kerakli o'zimizga kerakligini olamiz va mana bunday qilib bitta bu yoqqa va bitta bu yoqqa qo'yamiz va shu yerda endi jitalni kelishini kutib o'tiramiz. Bo'ldi, endi jitalni kelishini kutib o'tirishimiz kerak. Qani davay bo'lmasa. A few moments later. Jitaldan ovoz kelyapti. Jital, qandaysan? Naruto, bu nima? Yaxshimisan? Yaxshi. Bu senga sovg'a, mana qarzingni to'lab olasan. Juda ham xursandman. Katta rahmat. Arzimaydi, endi barcha qarzingni to'lay olasan. Rahmat. Mana ichini bir buzib ko'rmaysanmi? Buzib ko'raman. Nima? Bundan boshqa ham bormi? Albatta, mana butun seyf seniki. Sandiqmi? Sandiq ichida ham narsalar bormi? Butun seyf seniki, hamma narsa seniki. Rahmat. Andishe to'yingda qaytaray. Sen men to'yga hali kelsan. Davaychi, anaqa qilamiz. Nima oldingmi? Olyapman. Juda ham katta rahmat. Arzimaydi. Bo'pti, jitil, короче, xayrlashamiz. Mayli, sizlar bilan Naruto bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.